Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktan judadır hayat, alınır her ün, mumluk, tıkak. Almanya saklı azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurtun hiç amallıkını özümüz sorayımız. Menize küçük balını kollağandan kollamakçım ha? O ne? Yağaç kazanda bir kıtım açmışıdır. Beni sorusanla, ben adli bir camcı. Benim haksım, halıkını cebir zulümdük tutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, genç paravan turmuşka ilgi kılıç. Hey! Şu ben diyen olmadığını kışka! Onun kıdaydıran gitmekme! Bizni iyilik terakki, azatlık meşgili yangan, meni kıtaldırgı başla hitemaka. Oygangan ziminni, endi hiç kim tutalmaydı. Tönügülla qo'zg'olonni tinchitish tardori bo'lib, necha minglagan qarindoshlarımızın qinini ishgan bu jallod bugun to'polondan to'qach o'g'irlab, kemak hayyar misoli bir mollaq etibla xalqparvar bo'lib olsa, onunga nechik e'tiqod qilg'ili bo'ladi. Qadimkilar bo'rining og'zi yeyisimi qon, yemisimi qon debdikan. Bu hikmatni unutib qolmaslik lozim edi. İslam danışmanlarından Şeyh Sa'di Hazretleri düşman vaqtiki çoğun hililerden aciz qalsa dostluk zincirini qımirlatar. Ondan so'ng dostluk sürtü bilan şundaq ishlarni qilur ki hech qandaq düşman qilmoqqa qodir bo'lmas degan edi. Afsuski har qaysilari shinsaga e'tiqod bog'lab nihoyat zo'r xatolik sodir qilishdilar. Bayatın beri hacimga ve onun fidaileriga cheksiz aqida ve izzat ikram ko'rsatgan. Onun ustiga tunji qitim didorlashayotgan bu boyning og'zidan shundoq tanqid aralash qattiq so'zlarning chiqayotganligi so'rindikilarga yo'chun belinichig'i ularning hammasi degudek bir-biriga ajabsanib qarashdi. Bo'libmi hojimning bu gaplarni qattiq elib o'ltirganligi uning chiroyidan belinib turadi. Ahir u taqat qilolmadi bo'lg'ay. Yo'chilli gaplarni qilib atadilar taqsir. Biz Shingdubanning o'ziga emas, bizni yarashtirib qo'ygan Shuralar hukumatiga ishondik. Shu qitim orada putilgan putimga konsulning o'zi shahid bo'lib qo'l qo'ygan. Buni bayroqda angladilar-ku. Dar haqiqat angladim. Hammani angladim. Qosim apandining izohatlarini angladim. Ammo shu konsulning o'ziga ishongili bo'landi. Nemişki ishongili bo'lmasin. Shuni askartib o'tayki. Konsul Zlatkin o putimga Shuralar hukumati nomidan qo'l qo'ygan. To'g'ri, konsul degan albatta o'z hukumatining vakili, ammo shu hukumatning o'ziga ishongim kelmaydi. Andaqda siz Shuralar hukumatini yaxshi ko'rmaydigan o'xshaysiz. Yo'qsa apandim, siz mening gapimni xato tushunyapsiz. Men Shuralar ittifoqiga ishonmayman demadim. Ularning hukumatiga, ya'ni shu hukumatning bizga tutgan siyosatiga ishongim kelmaydi da'vataman. Baribir emasmi? Yo'q, zinhor undaq emas. Siz o'qimishli odam turib buni bilmasangiz kashki. Bo'pti. Siz mening og'zimni tatilgandan keyin endi men gapni oshkora qilay. Men Shuralar ittifoqiga hurmat bilan qarayman. Noita havas qilaman. Adamlar ara bir-birini ezish, xorlash yo'q qilingan. Millatlar ara barobarlik amalga qo'yilgan. Hatto millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi qonuniy asosga ega qilingan mundaq davlatni men nemishqa azizlamay, nemishqa hurmatlamay. Ma'rifat chirig'ini yiqib,
Uşaq millatlar orasidan sizga o'xshash 10 minglagan ziyolilarni tarbiyalab o'stirgan elga men nemishqa ixtiros bilan qiziqmay. Xususan, Şuralar ittifoqining barliq ezilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beramiz degan shuariga qoyil ham mahliya bo'lganlarning biri men edim. Afsuski, bizga kelganda bu shuarning bir quruq gap bo'lib qolganini ko'rib, shu boisdan Şuralar hukumatining siyosatiga aniq esam, Şuralar hukumatining kaptagoni Stalin degan kishiga ishonmas bo'lib qoldim. Stalin degan ismni anglab, Qosim apandi xuddi bir nimadan cho'chib ketgandek o'ngi o'chib atrofga qarab oldi va darhol: "Buningga nima asosingiz bor? Asos demsiz? Xo'p, anglab turing. Men aytay. Shingsay degan mal'unning qandoq mag'fiq ekanligini, xususan, uning qumuldan boshlangan xalq qo'zg'olonini tinchitmoq bo'lib, daryo qon oqizgan jallod ekanligini, oxirida to'polondan to'qach o'g'irlab, hokimiyatni changilga kirgizib olganini Stalin bilmamdi. Yo'q, albatta biladi. Shundoq turuqliq, nemishqa Shingsayni qo'llab, ya'ni Majungyang degan qaroqchini yetim qoldirish bahonasida helaqa jimsar pitimi orqali har qaysilarining bo'kiga jigdi silib, Shingsay hokimiyatining mustahkamlanishiga zamin yaratib berdi. Stalin ezilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beradigan kishi bo'lsa, Shingsay bilan Majungyangning hech qaysini qo'llamay, mushu zamindagi ezilgan millatlarning ozodlik ishlarining bayroqdori bo'lgan Xo'janiyaz hojini qo'llab, vatanimizning kamal ozodlikqa erishishiga yordam bersa bo'lmasmidi? Halbuki bunday qilishdan qattiq xavotirlanadi, ya'ni qo'rqadi. Bu nima deganlari? Nimishqa qo'rqadi? Shuning uchun qo'rqadiki, mubada bizning yurtimiz kamal ozodlik tepib, mustaqil davlat bo'lib qolsa, o'rikni ko'rib olib bo'pti degandak. Şuralar ittifoqining bizga chegirdosh jumhuriyatlarimi mustaqillik davosini ko'tarib chiqishi muhaqqaq. Nahotki bu gaplarim asossiz bo'lsa. Kigiz uyning ichini ig'ir bir sukunat qoplab ketdi. Faqat odamlarning ig'ir tinishlari. Sirtda bo'lsa, bosh agim suyining toshdan toshga urilib sharqirab eqishi va jang otlarining onda-sonda kishnab qo'yishlari anglanib turadi. Bugun nemishqidir hojimning sapdoshlari ichida Qosim apandidan boshqalari xuddi gapsiz qilmaslikqa va'dalashib olgandek jim o'tirishadi. Hatto odatda so'zmanligi bilan hammani hayron qoldiradigan Namat Xalpatmu zuvon surmay shuk o'tiradi. Hojim bo'lsa o'z odati bo'yicha bir tizini quchoqlab o'tirib xayol suradi. Uning ko'z o'ngida bu gaplarni Jirjiz hoji emas, yaqinda Yunus Begning hiliqi xitida tasvirlangan Sobit Tomulla degan kishi qilayotgandek namoyon bo'ldi. Bu ikki odamning gaplari bir-biriga na qatorliq o'xshashdi, ha? Qosim apandining ovozi uning xayolini uzib qo'ydi. Şuralar hukumatining do'stonalik bilan qumul dehqonlar qo'zg'olonini boshdan oxir qo'llaganligi hammaga ayon paket. Buni qandoq inkor qila olasiz taqsir? Shundoq, Qosim apandi to'g'ri aytdi. Şuralar hukumati tashqi Mong'ol orqali bizga nurg'un yordam bergan. Buningdan ko'z yumsaq, tuzkorlik bo'ladi. Men uruslarni har qachon do'st deb bilaman. To'g'ri. Men bu haqiqatdan hargiz ko'z yummayman. Şuralar hukumati u chaqda noyta to'g'ri ish qilgan edi. Shol boisdan siz g'azillarimiz Şuralar hukumatini do'st sangan edilar. Endi-chi, ha? Endi bu hukumat o'z manfaati taqozzosidan ot Oylaxonga, yo'l Sarxonga qilib, do'stlik ahdiga xiloban dushmanimiz bilan ham tavoq bo'lishga moyirdir. Bishoy, ey xiratmand, az on do'st dast. Ki ba dushmanonat buvat ham nashasat. Yani, ey aql kishi, undaq do'stdan qo'lingni yug'inki, o sening dushmanlaring bilan mo ham tavoq bo'lsa.
Şeyh Sa'di Hazretlerinin bu nasihatlardan savak almak lazım. Yana şunu ilave kılaykim. Dostluk, dostu sadık, dostu halis, dostu g'araz deb 3 xilga bo'linadi. Sodiq do'stni topmoq tars. Bizga xolis do'st topilsa, shuning o'zi kifoya. G'arazlik do'st jonga ofat. Buningdan Xudo saqlasin. Siz janoblari nima demoqchi? Sho'rolar hukumatidan do'stlikni o'zinglar demoqchimi? Yo'qsa, apandim, hargiz undaq emas. Chunki Sho'rolar hukumati bizning Xudo qo'shgan qo'shnimiz. Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning afzal debgan qadimgilar. Sho'rolar hukumati aralashmasa hech qanday ishimiz amalga oshmaydi. Taqdirning bizga iroda qilgan qismati shu. Mening deydiganim birli so'z. Ya'ni ajnabiylar bilan bo'ladigan do'stlikda ho'sharlik kerak, bidorlik kerak. Qosim apandi yana bir nima deyishga tamshalganda hojimning ovozi anglandi. Bo'ldi qiling apandim. Mehmonning yana qanday gaplari bor ekan, shuni anglayli. Rahmat. Darvaqa, mening yana bir gapim bor. Uni aytib olay. Kaminalari 2 qitimliq haj safarim asnosida bu yiqi Rossiya, u yiqi Turkiya, Arabiston, Misr, Hindiston mamlakatlarida bir necha yil sayohatda bo'ldim. Lekin bizning yurtimizdek boyliqi mo'l, tuproqi munbat, havosi mo'tadil zaminni oz ko'rdim. Allah Taala o'zining qudrat kamoli bilan bu zaminni ostimi oltin, ustimi oltin qilib, ajabmi boy yoritib ekan. Ammo bizning xalqimiz Alloh ato qilgan bu boyliqlardan foydalanishni bilmay yoki foydalanmay, oltinga dastlab turib, tilanchilik qilayotgan bechora odamga o'xshab qolgani bilan ajnabiylar bu zaminning qo'ynida pinhon yotgan boyliqdan allaqachon voqif bo'lib, buning ko'yiga tushganlar. Mushu misli yo'q boyliqlar bu zaminning o'z beshiga bir balo bo'lib, tulkining oyon chog'iga o'xshab qolmag'iydi deb xavotirlanyapman. Ya'ni ko'z paslining oxirlari tulka o'z tukining voyiga yetganligini ko'rib, endi meni ovchilar omon qo'ymaydi deb yig'lab ketarmish. Tulka tukidan, to'ga yukidan degan tamsil shuningdan qolgan bo'lishi kerak. Az jumla o'z davrida O'rta Osiyo zamini O'rus podshohligining Hindiston bilan Afg'oniston Ingliz podshohligining mollari uchun yaxshi bozor bo'lganidek, bizning yurtimizning arzon ilib qimmat sotqili bo'ladigan qo'yni keng bozor ishkanligini hamma ajnabiylar obdan bilib bo'lgan. Shu sabablar tufayli ajnabiylarning xilidan buyon yurtimizga och bo'rilar kabi ko'z olaytib xiris qilishi, fursat topsala bu yerga tumshqini tiqishga oldirishi hargiz tasoddifiy hol emas. Ular xilidan beri O'rinchi, Qashqar, G'ulji taraflarda cherkov va shifoxonalarni ta'sis qilib, kasal davolamoq va din tarqatmoq bahonasida o'z qasdini amalga oshirish uchun harakat qilib kelmoqdilar. Endi bu inqilob asnosidagi patparaqchilikdan foydalanib, mayli qaysi iqlimdan bo'lsin, hamma ajnabiylar yurtimizga tumshqini tiqishga texmo oldiraydi. Hatto so'ngak talashayotgan ishlarga o'xshash bir-biridan qizg'inishidir. Bo'lmasa, boya Qosim apandi aytgandek, Majungning qo'shonida nimishqa yapon mushovirlari paydo bo'lib qoladi. Ha? Nimishqa o'rislar heliqi jimsar pitmini tuzishga oldiraydi. Nimishqa Qashqar, Yakan, Xotan taraflarda Ingliz va afg'onlar oldirashib yuradi. Xolos kalom. Jinning qasdi shoptulda deb, hammasi o'z nafsiga cho'q tortadi. Shu tufayli endi bizning yurtimizda xeyli zamonlargacha tinchlik bo'lmaydi, qon to'kiladi, so'riqchilik bo'ladi. Xalqimizni yana qanday qora qismatlar kutib turg'ini faqat bir Allohning o'ziga ayon. Jirchi Soji qattiq yutilib ketdi. Ondan peshonasidagi tarlarni surtib olgach, hojiga qarab yana davom qildi.
Sizlar g'ozi otimiz bu inqilob yolqinini tutashtirib, benihoyat buyuk ish qildilar. Millatning umidi sizlarda. Sizlar o'zlari va ayni bir do'lqinliq daryoyi azimda zo'r bir kiyimini haydab ketayotgan kiyimichiga o'xshaydilar. Ammo lekin shunisi ma'lumdirki, mubodo g'aflat uyqusi g'olib kelib, bu kiyima suv tagida pinhon yotgan biror toshqa yoki daryoga usib kirgan biror tumshuqqa tasodiban urilib ketsa, na'uzubillah, qizil qiyomatning o'zi bo'ladi. O chog'da tuman-tumanlagan xalqning uvoli kimga? Mahshar kuni ularning qizil tirniqi kimning bo'ynida bo'lar? Allohning oldida ular nimada? Uning bu gaplari eg'ir keldimi yoki bek g'alati bilindimi, ish qilib hojimning rangi o'chib, dugulak ko'zlari mushukninkidek parqirab ketdi. Jo'g'i kichikina bu bovoyning og'zidan texi hech kim anglab baxmagan shundoq jur'atli so'zlarning chiqayotganiga qarab, so'rindigilarning hammasi tingirqab qilishdi. Faqat shu damgacha hech nima demay jim o'ltirgan Mahmud Muhidining tamkin ovozi bu jimjitlikni buzib Xo'sh taqsir. Yana gaplar bo'lsa, hammani aytsala. Otilochi pand nasihatlarga muhtojmiz. Yo'q, nasihat emas, maslahat. To'gidak so'zning tirnoqdek tuguni bo'ladi deb. Mening yuqoridagi 70 gaplarimning mafhumi birla. Ya'ni bidor bo'layli, ho'shyor bo'layli demoqchiman xolos. Anvari degan Fors shoiri mundoq deb ekan. Har baloiki az osmon oyat. Garchi bodigari qaza boshad. Ba'zimin narasida miguyat. Xonai Anvari kuja boshad. Ya'ni osmondan har qanday balo tushsa, u garchi boshqalarga buyurilgan bo'lsa-mu, puti yerga tegmay turibla, Anvarining uyi nada deb meni istaydi. Demakchimanki, biz jilikimiz sho'rliq millat. Bizga balo qazo nihoyatda oson yepishidi. Shuncha shehidlarning qizil qonlari badaliga kelayotgan bugungi nusrat va omadlarimiz g'ofil qilishlikdan sodir bo'ladigan biror savalikimiz kasofatidan qo'ldan ketib qolmag'ay deb xavotirlanaman. Chunki biz Uyg'urlar tarixda shoni shavkatlik ishlarni qilgan aql farosatli millat bo'lgan bo'lsak-mu, keyin jabr zulm, qulluq, asorat tufayli qaloq, nodon, qashshoq bir millatga aylanib qolganmiz. Nodon millatda ma'naviy illat ko'p bo'ladi. Pulga, mansabga, xotinga, xurofotga ishonish, yurtbozlik, qabilavozlik, ochko'zlik, o'z g'ururini saqlamaslik. Har kim o'z nafsiga cho'g' tortib, millatni o'ylamaslik. Xulasi kalom nodonlik. Nodonlik va yana nodonlik. Mana bular uzun yillik asoratning millat ruhiga bosgan maraz tomg'isi. Uni ozdab, taqdir va qazoning adolatsizligi bu millatning ruhida yana shundoq bir o'ksiklikni paydo qildirki, u go'yo o'zini ota-onasiz qolgan yetim bolaga o'xshash sezidi. Ya'ni uning ruhi tushgan. Kigiz uyning ichi chivin usti shapsi anglangudek jimjitlikqa cho'mib ketdi. Odamlarning ig'ir nafas ilishlari anglanib turibdi. Allohga bihat hamdu sana va shukrulloh bo'lg'aykim. Siz g'ozilar boshlagan bu inqilob sharofatidan, endi bu millat putqo'llaridagi qulluq asorat zanjiridan, hatto ruhi olimidagi illatlardanmi batamom qutulg'usi. Inshaalloh. Allohning rahmati bilan didorlarni ko'rishga musharraf bo'lib, hamma deydiganimni dedim. Ich qornim bo'shab qoldi. Go'yo yelkamdagi ig'ir yukdan xalos bo'lgandek yeniklab qoldim.
Allohning dargohigami g'am andisiz yenik boradigan bo'ldim. Gaplarimda va xuluq mijozimda aybi nuqsonlar ko'rilgan bo'lsa, meni maaf qilasizlar. Bu balki bizning oxirgi didorlashganimiz bo'lib qolar. Ko'nglim aynikida ro'shan ko'rinib turibdi-ki, mening bu dunyodan xo'shlashadigan soatim bakli yiqilib qoldi. Hammalarga alvida. Mendan rozi bo'lasizlar. Ilohim, g'ozilarimizga texmi ko'p nusrat ato qilg'ay. Amin. Boy ko'z yoshlarini to'kib, titrab turgan qo'llarini egiz ko'tarish bilan necha o'nlagan qo'llarmi egiz ko'tarilib, Amin degan sadolar bo'rondek gurkirab ketdi. Kishilarning mang'iz va soqollaridagi yosh tomchilari chiroq nurida marvoyitdek porqirab ketdi. Atsi choshka vaqtida Jirjis hoji xo'shlashib yo'lga chiqar chog'da hojim uningga egar choptuqliq bir jup ot yo'lliq tutdi. Ammo u Endi menda otga mingudak majal qolmadi. O'zlar minmisizlar, navri bolalar mingay. Yo'qsa, navrilarimning minginidan jalchi yigitlarning mingini tuzuk. Astag'firulloh. Meni izot atqizib qo'ydilar-ku. Bo'pti amsa. Men bir nima so'rasam, shuni beramdilar. So'rsizlar taqsir, so'rsizlar. Ko'ngillarga nima pisand kelgan bo'lsa, shuni olsizlar. Andaq bo'lsa, boshlardagi shapaq to'ppa manga tavarik bo'lib qolsin. O'zlarini har sig'inganda shuni bir purib olsam kifoya. Deydi Jirjis hoji ko'ziga yosh elib. Qarab turganlarning hammasining ko'ngli buzildi. Hojimu bir qismi bo'lib ko'ziga yosh olgan holda qora maxmal do'ppisining ichidagi xilili kirlishib qolgan oq shapaq do'ppisini beshidan elib, uningga ikki qo'llab uzatdi. Bo'vay uni asta leviga tekkizib elib, titrab turgan qo'llari bilan qo'yniga silib oldi. Hurmatli kitobxon, siz balki Jirjis hoji ketgandan keyin hojim boshliq qo'zg'olon rahbarlari nimalarni deyishdi, Jirjis hoji ularda qandoq ta'sirot qoldiribdi deb so'rab qolarsiz. Darvaqa mantiq bo'yicha aytganda, Jirjis hojining gaplari ularni qattiq hayajonga selishi. Shunga ular hayajonlarini bosolmay o'z ta'sirotlari ustida so'zlab cho'ruldab ketishi lozim edi. Afsuski, men egilgan ahvollarga qaraganda, ular bizning tasavvurimizning aksicha chunqur sukut ichida qolgan. Buning sababi ular Jirjis hojimning gaplarini toza tushunolmadimi yoki tushansimi to'g'imi o'zining belginini chillaydi deb bu gaplarga beparvo qaradimi, bunisi menga ma'lum emas. Meningcha, yozuvchining reallikni tartibslashga yoki yoshirishga haqqi yo'q. Yozuvchi uchun hammadan muhimi turmush chilliqiga sadoqat. Shuning uchun boshqa gapni qo'yib, ma'lum sabablar bilan qo'limga tushgan material ustida oldi bilan Qosim apandining yozma xotirasidan tövendagi Qur'onni kitobxonlarga taqdim qilaman. Tova deyishim kerak. Men umrimda bundoq odamni uchratmab ekanman. Rostimni aytsam, dastlabida men uni Buxoro ko'rgan mo'llalarning biriga, Uyg'urlarning mo'zayning yugurishi ig'ilg'icha deganidek diniy vaz nasihatlardan neri o'talmaydi-ku deb ancha ko'zga ilib ketmadim. Ammo suhbat jarayonida bara-bara sukut qilishga majbur bo'ldim. Qaysi bir donishmandning kimki o'zidan olimroq kishi bilan vas munozir qila, o'zini olim ishkan degizish uchun. Ammo natijada o'zining nodonligini oshkorlab qo'ya degan hikmatli so'zining amaliyatini bugun ko'rdim. Bu odamni diniy ulamo degandan ko'ra bir siyosiy yo'l yoki mutafakkur deyish to'g'riroq bo'ladi ekan. Uning Uyg'urlar haqida aytgan keyingi gaplari Qozoq olimi Cho'qon Valixonovning kitobidagi mono jumlalarni yodimga keltirib qo'ydi. Uyg'ur xalqi qattiq ezilgan xalq. Bosh ko'tarmay ishligini ishlagan. Agar Uyg'urlar o'z kuchining halovatini o'zi ko'ra oladigan bo'lsa edi,
O chaqda ilgirki zamonlarda qandoq boy millat bo'lgan bo'lsa, hozirmi sharq xalqlari ichida shundoq boy millatlarning biri bo'lar edi. Uyg'urlarning hukmronlari bo'lib qolgan Jangjonglar uch-qirliq podshohga o'xshaydi ekan. Ularning yemak ishmiki xalqning bo'ynida. Qassob go'sht to'sib bersa, mashinchi kiyim tikib berayotgan. Yog'ochchi uy silib berayotgan. Jinoyat deganning bu haddi hisobi yo'q. Parxo'rlikqa kelganda bu yerning amaldorlari Iron shohidimi ishib tushdi ekan. Doim ezilish va zo'rliq zo'mbuliq dastidan Uyg'ur xalqining qalbida ba'zi bir noto'g'ri mijozlarni paydo qilgan. Shundoqdimi, Uyg'urlar boshqa musulmon millatlarning hujudida yo'q xosiyatlarga ega. Mubodo boshqacharak sharoit bo'lib qolgan bo'lsa, bu xalq o'zining barliq diniy qarindoshlarini besib o'tgan bo'lar edi. Biz qozoqlar qandoqli bo'lmasin, Uyg'urlar bilan qarindosh. Menmo Cho'qon Valixonovga o'xshash Uyg'ur xalqiga ichinaman. Ularga baxt saodat tilayman. Ularning ozodligi uchun jinimni fido qilishga tayyorman. Shundoq degim keladi-ki, mubodo Uyg'urlar orasida Jerjes hojidek kishilar ko'proq bo'lganda edi. Bu xalqning ozodlik ishi tezroq va o'ngishliroq amalga osharmidi ekan. Afsuski, Jerjes hoji haqidagi ta'sirotlarimni ochiq so'zlab, ba'zi fikr mulohizlarni sharhlashdan qo'rqaman. Hatto Xo'janiyaz hojimga qarab turib, "Hoji aka, siz va sizga o'xshash qahramonlar uchun bir narsa kam. U nima desangiz, Jerjes hojininkidek oldin sezalaydigan, fikr qila oladigan, fikr mulohizlarini yakunlab, harakatga yo'lboshchi qila oladigan qalb demoqchi bo'laman u. Lekin deyolmayman. Chunki mening vazifam bu emas. Mening vazifam boshqa. Men nima degan baxtsiz odam." Qosim apandining ajoyib xotirasidan boshqa shu kunlarda Jirjis hojining o'zini ko'rgan, gaplarini anglagan va u ketgandan keyingi ishlarning shahidlari bo'lgan kishilarning og'zidan anglaganlarini yezish bilan cheklanaman. U odam ketgandan keyin deydi Mirul Pugan. Hammamizning ko'ngli bir qismli bo'lib qolgandek bilindi. Hech kimga deb ig'iz ochmadi. Hammaylandagidek xuddi qattiq uyquda uzundan uzunga so'zilgan bir tushni ko'rib, uyg'ongandan keyin shu tushni ko'rganlarni o'ylab, bir hazog'icha xomush yurgan kishiga o'xshab qoldik. Boshqalarning ko'ngildagini nerdan bildilar? O'zlari avliyomi deydiganlar. Yo'q, men qandoqsiga avliyo bo'lay? Menga shundoq bilindi da'vatiman fikab. Hoji akamni demamdilar texi. Yo'chong bir nimasini yuttirib qo'ygan kishidek beshini tövan silab birdan u yonga, birdan bu yonga mangan. Bir vaqt qarasam, deydi o'g'loqchi Mansur. Hoji akam yo'g'on bir qari qo'ram tashqi chiqib olib, Jerjes hoji ketgan tarafga xiyol bilan qarab o'ltiribdi. Uning nimalarni o'ylayotganini men nerdan bilay? Ishchim pushib, Qosim apandidan so'rag'im keldi. Apandi, hojim akamga nim bo'lganda, sizning mo demingiz ichingizga tushib ketibdi-ku. Jerjes hoji degan kishi hammaylanga jadu qilib qo'ydimi nima? Desam, Qosim apandi hech nima demay, mursini qisib kulib qo'ydi. Bu shahidlarning aytishicha, shu oqshimi Urumchi yo'lidan bir noxush xabar kelib qolgandan keyinla ondan o'zgaribdi. Kechqurunliqi deb hikoya qiladi yilqi shahidlarning biri. Tursun Do'lan ikki yigit bilan o'ngsili yo'q yinib keldida otdan tushibla o'nkirab itilib yig'lab tashladi. Uning aytishicha, ular yurt ichidan chiqib, So'rinja boshlagan yo'l bilan tog' ichida bir kun manganda 10 dak qaroqchi ularga yopirilib ketdi. Orada qattiq itishvozlik bo'lib, So'rinja bilan bir yigit qazo tepibdi. Qaroqchilar 5 o'likini tashlab qochib ketibdi. Tursunlar So'rinjabdan ayrilib kelib, oldiga manganmay shu yinib ketdi. Bu sham xabar hammalarning ko'nglini bakli parishon qilib etdi. Hoji akam nima deyishini bilmay, tomdak qitib qoldi. Bir hazodin keyin, "Voy Isat, So'rinjabdanmi ayrilib emas. U imonsiz bo'lgan bilan xeyli musulmonlarimizdan yaxshi odam edi" deb ko'z ishi qildi. Urumchidanmi umid uzildi hoji aka. Endi qanday qilg'uloq dedi Mahmud Sijong biyoram bo'lib turib. Hoji akam astag'firulloh deginicha saqilni siqimdab jim turib qoldi. Qadimkilar umidsiz shayton deb ekan. Urumchi yo'li itilgan bo'lsa, Qashqar yo'li ochiq.
Qashqardimi Shuralar hukumatining konsuli bor. Biz shu konsul bilan so'zlashib ko'rsak qandoq bo'lar ekan? Dedi semizrak kelgan kaksaqol kishi. Shuralar hukumati bizga Uchturpan chegarasi orqali qo'ral yarog' setib bersin. Men Rossiyada savdogarchilik bilan xili zamonlar tug'an. O'rislarning mijozini obdan bilaman. Ularmo savdogar haq. Savdo degan nada foyda bo'lsa, shu yerga yuguradi. Ularga foyda bo'lsa bo'ldi. Yomoni kelsa qimmatrak olurmiz shu. O'zlari bugunza ming tillarga yorug'dek gap qildilar. Tegi cho'nqur daryolar suyuning ko'pligidan jimjit oqidi deb, jim yurganlar bilan qo'rsoqlarda gap chiqqan jimo, ha? deb kulib ketdi Hoji akam. Hojimga pisandkagidek gap qilgan bo'lsam, xeyli cho'ng ish bo'pti. Ammo meni daryoga o'xshatib, izo tortqizib qo'ydilar. Dedi eliqi kak soqol kishi sal qizirib. Bu odam Mahmud Sijonning cho'ng aksi Mosulboy bo'lib, gipi qimmat kishi edi. Harbiy kengashlarga qatnashmaydigan, qatnashsimi men degan savdogar, ilm setimdan bo'lakni bilmayman deb gapga aralashmaydigan. Ammo sinch ko'zlari bilan hammaga sapsilib, ko'nglida kechganlarni Sijonning o'ziga aytdi ekan. Sijon uningga senza qiziq odam jimo. Ey aka, bu gaplaringni Hoji akamlar boyada iysangmi bo'laveradi-ku. Desa, ey ukam, sen yanili yoshlik qilyapsan. Har ishning o'z egisi bor. Har gapingning o'z so'rni bor deb ekan. To'mirchi qopib yog'ochiga undoq qil, mundoq qil desa, kulkiga qolmamdi. deb kulib qo'yarkanmish. Cho'nglar birdan kengashgandan keyin buningdan boshqa yo'l yo'qligiga ko'z yetib, Mosulboyning fikriga qo'shildi va uning o'zi boshliq Qosim apandi bilan Fozil Do'rg'ini Qashqardagi O'rus konsulining oldiga avatmoqchi bo'ldi. Ular yo'lga chiqadigan chaqda Hoji makam Qosim apandiga mundoq dedi: "Haq nima desa desin, men o'rislarga bo'lgan do'stligimdan, aqidamdan hargiz yonmadim, ham yonmayman. Boshqa kun tushganda asqatmagan do'stni do'st degili bo'lmaydi. Bizning beshimizga kun tushdi. Buni O'rus konsuliga obdan uqtiring. Bizga qurolni bekoga bermaydigan bo'lgandan keyin tezroq bersin. Ammo za qorig'ini yodingda qistab, hamma pulni bir yo'lda olaman deb turibmisan." 10-bob. Qashqar osmonida tuman. Biliq beshidan sesiydi, yomon oyig'idan. Qozoq xalq maqoli. Qashqar Do'tay yamulining zilchi kelinlar bilan bezalgan ozodi mehmonxonasida 2 kishi qizg'in paranglashmoqda edi. Ularning biri qaddi qomatlik, yumaloq yuzlik, sim soqol, ko'k ko'z kishi bo'lib, uning chiroyidan qo'rqimsiz, qaysar, chusmijazlik odam ekanligi ko'rinib turadi. U oq pari yostiqlarga yo'linib, yo'g'on barmoqlari bilan tasvir tortib o'tiradi. Bu kishining asli yurti To'qsun bo'lib, o'zi dehqon oilasida tug'ilgan. Dehqonchilikqa qo'shib horvikashlikmi qilgan. Yoshligidan tartiblar chevar chilishchi bo'lib, to'g'ri so'zlikdagi mard va gongumligi bilan ot chiqargan. Keyin horvikashlik bilan kuchog'i kelib, bu yerda yerlashib qolgan va bara yuz tepib, horvikashlar shonyosi bo'lib qolgan. Qumul dehqonlar qo'zg'olonining o't yolqinlari Turpan, To'qsun taraflariga tutishib, uning inisi To'xti eli To'qsun qo'zg'olonchilarining sardori sifatida ajoyib qahramonliklarni ko'rsatib, shahidlik muqomiga yetgan kunlarda bu odammo kuchada tepishgan sepdoshlari bilan birlikda qo'zg'olon ko'tarib, g'albaga erishgandan keyin boy va oqsunini elib, zo'r qo'shin bilan Qashqarga yurish qilgan. Kitobimizning 5-bobida zikr qilingan To'mir Sijon mushi kishi bo'lib, bu kunlarda To'mir Silang deb ataladi. Uning oldida adab bilan yuginib o'ldirgan yo'g'on sallilik, go'sh yuzlik, charsoqol odamni kishilar 100 tura bo'lganda o'z ismi bilan Paloni Mollam deb atsimi, g'iyvida Shabdul Damulla deb atishadi. Muallif shu chog'dagi odatga rioya qilib, birinchisini Sijonliq unvoni, ikkinchisini Shabdul degan laqami bilan atashni loyiq ko'radi. Sijon janoblari heliqi otishliq Sobit Damulla bilan xo'tanlik Shobansurni nazarband aylab, binohoyat oqilona ish qildilar. Aks holda bizning bu aziz diyorimiz otishliq bilan xo'tanlikning qo'liga qolar edi.
dedi Şaptul Damulla $20 haqı oqirib ketgan quyuq soqolni silab turib. Ammo lekin buninglik bilan hamma ishlarni anjomiga yetdi degili bo'lmas. Shoh Mansur Muhammad Emin Hazratning inisi Sobit Damullan bo'lsa, Xotan hukumati Islomiyaning bosh mushoviri hamda Shayxul Islom. Şol boisdan xotanliklarni jim yotidi deb xiyol aylamak ba'zi xatodir. Shundoq. Sijan janoblarga yana bir ishni takror ogohlantirmoqni do'stlik qarzim deb bilurmanki, Osman Qirg'izdan qattiq hazar aylamaklik lozimdir. Do'stlarimizning biri daxil bo'lgan mayxo'rlik so'rinida o Qirg'iz ehtimol mastlikdan bo'lsalar kerak. So'rindagi bir siri asrorini oshkorlab, shundoq mudhish gaplarni qildilarki, al-hazar. Nim debdi o araq kechena. Al-hazar. Onun napak og'zidan nashoyon so'zlarni takrorlab, keromlarning muborak ko'ngillarini malol qilishga tilim bormaydi o'sijon. Qani aytavering. Nima degan bo'lsa, aynini ayting. Xo'sh. Adabdan amir a'lo, aytsam aytay. Ondan xuddi birov anglab qolmasin deganda qilib ovozini pasaytdi. Haramzoda shundoq debdirki, To'mir degan tozimi mansabparas, do'st dushmanni farq etolmaydigan dot bir nima ekan. Bo'lmasa, nalardan kelib qolgan cho'loq suxi degan bir nima sizga silinglik mansibini berdim desa, og'zi qulqiga yetib, izzat tortmasdan quruq tomg'ini ko'zan qilib shahar aylandiramdi. Onun g'aziliqi qurisin. Kuchodan islom ichib kelganligini demaydigan bo'lsam, o saman qo'rsaqni. Nimishqa to'xtab qolasiz? Nima qilmoqchi ekan u meni? Astag'firulloh. Onun qo'lidan har na yomonlik keladigan o'xshaydi. Al-hazar. Hay Damullah. Nima gap bo'lsa, hammani aytavamsiz, to'la tilingizni chaynamay. Astag'firulloh. Al-hazar. O teğe, To'mir degan saman qo'rsaqning jini mening olqinimda. Lozim topsam, bir kechidala, debdi o teğe. Bu gaplaringiz rostmi? Azbiroyi Xudo, bu gaplarimning hammasi rostdir. Xotiri sheriflarda bo'lsa kerakkim. Bu o'kchakning yomon niyatini isbotlaydigan ba'zi axborlarni buningdan muqaddammo janoblarning samiga bir necha bora silib o'tgan edim. Qadimki donishmandlar har kimki kichikkina dushmanni zaif va haqir sanisa, ozg'ina o'tni parvosiz tashlab qo'yganga o'xshab qolurlar degan.